Ayni. Qalay. Yaxshimisiz? Amalga borib keldilar. Tuzukmisiz? Ukol ammam keldimi? Keldi ukol qilgan. Amangiz aytuvdi. Mana yiqilgan bir hafta, mana ertaga bozorga. Bir haftadan birin o'shanga anu yiqilganingizga belingizga deb ukol qiluvdi, qilmadi. 2 kundan beri qilmaydi. Mabodo o'sha issiqlik qilib kelmayaptimi deb surgi dori oshqozon ishlaydigan dori berib ketdi. Endi uni ham ichdim. Qani sabr qilib turaychi. Bozorda keyingacha sabr qilay. Xafa qilmayman ukol. O'sha bu xotiri borganmi yo'q deb ko'yniga keldi. O'g'il Jamol bechoranikini ham ichib bo'lganman. Endi Xudo xayri bersin. Olga shilla osh qilib, suvni o'ziga qattiq qilib, bitta kosada olib keldi. Endi bitta kaltishga bor edi-ku. Endi ayongiz karkidonga ketuvdi. Endi acha shuni iching deb o'rnimda o'tirib, xonim shunaqa voy icholmayman desam ham ko'zingni yumib ichdi dedi. Ina olmani qilib ko'chib turibdi. Olma olib kelibdi, olmam g'adam desam ham olmani ham yegizdirdi. Endi bo'lmadim. Orifali tashar desam, içiyapman, ichkamayapman. Endi qanicha sabr qilib, jonim og'risa ham, dushanbagacha qani sabr qilaychi. Enamga padarkacham bor. Ena! Samarqand non olib keldim sizga. Samarqand non. Samarqand non. Ha. Kim olib keldi? Man. Rahmat. Bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Kuch kelmasin, og'ir ko'tarmang. So'raganlar, naglilikka yoymanglar, aqllilik ham qilmanglar. Sharoit qilib qo'yilgan. Ertalabki videoda o'zlari harakatdan to'xtab qolishi tan olmayaptilar deb o'zbek tilida aytdim. O'shaning uchun gapiravermanglar, hamma narsani qo'ldan kelgancha sharoit qilingan va yana qilinadi. Asosiysi ham sog' bo'lsalar bo'ldi. Hozir ovqatlanamiz. Hozir ovqatlanamiz. Ovqat ovqatlama. Ha. Mangami. Ha. Qanaqa? Olib kelsam ko'rasiz. Ovqatlandingizmi? Ha. Asalom. Bir tishlam, bir danon bilan o'ta shashlik yedi. Yedingizmi? Ana major boshqat. Ha. Endi qornim to'q. Baka. Endi yana qat. Yaxshimi endi? Yaxshi. Klizma qildi Yana enamga. og'riyapti. Ola bordi. Biror nima yegingiz kelsa ayting. Yo'q. Qornim to'q.
endi kechqurun to'yga chaqirdilar xudo xohlasa. Qatiqlar bilan. Qatiqlar. Martabasi. Odamlarga o'xshagan soqolingizni olsangiz bo'lmaydimi? Devonaga o'xshaysiz-a? Ana, gelga. Manganuni. Yaxshilar enam o'tiribdilar, tasavvur ham qilmayaptilar qo'limda nima borligini. Topinglar. Ajoyib, g'aroyib sovg'a olib keldim. Ena! Ana, oyog'imni siyaptilar. Nima deb o'ylaysizlar, yaxshilar? Korobkada nima? Ena, sizga podarka olib keldim. Voy, rahmat, dada. Oqirin o'qiydi bu. Endi yigit bo'ldingda. Buni qarang. Endi ya. Toshvaqami bu? Toshvaqqa bu. Qayda yaqa? Topdi. Qalay? Oh. Bir ushlab ko'ring. Qo'rqaman. Qo'rqmang, nimaga qo'rqasiz? Ismayog'ima. Yo'q, Oyog'im boraka. Tatalaraka. Qalay? Oh. Voy tavba. Affogaydimi? Ha, Yo, anachlarda unmalar yuradim. shunaqa. Hech joyga ketmadimi? Yo'q. Yarashibdimi? Voy, yalas, yigit bo'pti. Ana, u chiroyli bo'lganini-ya. Yomon aylanar ekan. Qo'rqyapti. Eksikliganda. Mezza qilib shu istirohat bog'i. Qanchalar jirkanch suv. Biz urilmoqchimiz. Zadniya yuradi. Zadniya yuradi. Endi Yaxshilar. Rostdan ham bahor kelganga o'xshaydi. Biz shu istirohat bog'ida hali hanuz suzmoqdamiz. Zadniga katta baliqlar bor ekan. Mamin turquni. Yaxshilar, sizlarga ko'rsatgim keldi просто. Ham yaxshigina katta ekan, qaranglar. Sazanga o'xshar ekan, ha? Pishirib yesang. pastaga Nimadir. namni qaragin. Janajon. Qara. Mam chiroyli ekan. Og'zi bilan yopishib Tozalaydi bu oynalarim, anaqalari yediradi deydi. Hamma chiroyli ekan. Qarang. ko'zi haligi mo'ltillagan ekan. Yuragini qaragin. Bunga anoni bilmaysanmi yoddan? Joyiga yomon keluvdi. Sen yaratgan olamiy inson go'zal. Bilmaysan? Bilish kerak edi, birodar. Zaparkchadamiz. To'rtta.
Men bugun toshbaqa olib keldim, birodar, uyga. Undan. Undan olib kelmadim. Onu ko'rding? Men nomini men qayerda yozdim? Bu qolaman. Iguana. Iguana. Bulardi bu nomi. Aytdi. Ana iguana. Shunaqa bo'lar ekan men bilan. Shekilli. Ha, menmi kattasimi yo quyonmi? Quyon edi. Shularni ko'rding? O'ta go'zal. Mamlatda nima bor ekan kattaroq? Ha. Ko'rdim. O boshqacha ekan. Ha. Ne? Ya gece oyunlarla deysin. Ben yumuşağıra oldum. Ha, çocuğa. Ha. Bu yançöle. Almaham nasıl? Şinşilla. Şinşilla ya. Yo'q qishlar. Hamda ilon bor ekan, birodar. Jasi ilon. Men buni yomon yaxshi ko'raman, ne bori? Kinosi ham bor edi. Hoy. Ancha narsa bor ekan boshqa. Короче. Balolar. Yo'q, hech kim emas. Qushlar nimadirlar, balolar. Mana bu yostiq ekan. Tagi ochiq. Vallahi qo'rqib ketishmoqchi. Ha yo'q, kalla sig'maydi. Qo'lini Qalab kelgan. qo'z tashlabdi. Mana. Mushukchalar. Bu mushuk qulog'i, xullas bolalar. Bizda ham mushuk bor eslacha, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Bizda mana shu baloqdan bor. Olishmasmikin ha? Sotmoqchimisiz? Biz maydasi kerak bizga. Katta bo'lib ketdi. Bolani xursand bo'lganda. Men bu balolarni qanchasini boshiga. Oppa, anakondani ko'rmadingiz? Boshini qarang, Qani boshi? Orada. Ko'zi bormi? Boshini ko'rmadim, bu ham ko'z tashlab. Kameraga qara. Ha, ana boshi. Sana toshbaqani ko'r, suzyapti yomon. Biz ham bugun toshbaqa olib keldik. Qalaysizlar? Toshbaqalar. Bor, hayvonot olami go'zalda. Eng kattalar martibani. Ha, zo'r ekan. Toshbaqa ham bitta o'lib qolibdi yaxshilar. Ha? Hajiya. Taqsha. Mana bitta bolalarni olib Ha. mashinadan boqish kerak-da, qarang. Yangi lichinkalar ekan. Chiroyli. Mana shular asabi tinchlantirsa kerak. Ha, chiroyli. Kichkinaligini. Uyda akvarium bor, men shundan boqmoqchiman. Ha. Ana baliq. Gapdi, короче. Kirib tashqiymi? Qani? Nemo. Nasıl o'xshaydi? O'xshaydi, ha. Bu ham chiroyli. Qarashlar, shundaqligi. Ko'ragan. Ko'rsatish bilan ovora. Maza qilaymi? Mana buni qarang.
Baliqlarga havas qilsa ham bo'ladi-da, qaysidir ma'noda. Sababi 3 sekunddan ortiq xotirasi yo'q baliqlar. 3 sekund eslab qolib, shu bilan dunyosiga ham, o'tmishiga ham shuni turib qo'yadi. Sun'iy gullarni ekib qo'yishga necha yaxshi-da. Bu chust istirohat bog'i edi. Biz sekin qaytyapmiz. Buvimlarga dori-darmonga borishim kerak. Xudoga shukr, ancha oyoqqa turyaptilar. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turgan shirin zotdor mushuklarimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa raqam qoldiraman, o'shanga murojaat qilinglar. Qaranglar buni shirinligini. Narxini 1 million deb baholadik. Agar kimga bu narx qimmatli qiladigan bo'lsa, bundan boshqacharoq mushuklarimiz ham bor. Bu ham zotli, uni arzonroq qilib beramiz. Qaranglar qanaqa shirinligini. Onasi bu yoqda, mana onasi. Mana shulari onasi. Men bunisiga har doim ko'p chiqsa kerak, juda chiroyli ekani. Bor. Men o'zim olib qo'yardim. 9 ta mushugim bor edi. Shirinligini qaranglar buni. Juda ham ajoyib. Hali sutdan chiqmagani? Bitta bor. Xullas, murojaat qilinglar, shoshilib qolinglar. Raqam qoldirdik. Ay, ishga keldim, yaxshilar. Kamerada ishlayman. Xolodilnikda. Degan kameradan ochib ishga tayyorgarlik. Hozirda kayfiyat xafa sabab bu qiynalyaptilar. Masalan, Next 2 legenda degan holatda yaxshilar sizlarga ko'rsatayim. Haydatdi mamutlarni, pomidor ko'chatlar, gullardan sekin kelishib boshladik. Mana ko'rib turganingizdek 4 dona gul olib keldim. Ona pomidorlar qayda? Bu yoqdami? Hali bu yerda qilinadigan ishlar ko'p. Mamutlarni ham pomidor qilaman, xullas, mamnaqa o'tlarni dorilaganmiz. O'tlar o'ladi yaqinda. Harakatdamiz, qaraychi. Bahor kelishiga qaramasdan biz hali hanuz qish g'amini yeyishni boshlab o'rganamiz. Chunki aql bor, yozda yemasang qish g'amini qishda yeysan nimani. Men maruzni sexda ishlayman-ku. Aytgancha olib olganman, buni ham aytib o'tayim. Pachkalash jarayonidan qolgan ostatga. Mana bizning yangi oila a'zoyimiz Safiyaxon. Buni ozgina qiynaymiz. Sababi hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu yerda buni bolalari jigar bandi bor. Bu bo'lsa emizishni istamayapti. Ko'ryapsizlar? Mana. Emizmasdan qiynayapti. Bolalar och. Emizsin. Annaho mamta xomrayib o'tiribdilar. Onam kim bilandir telefonda gaplashyaptilar. Tovuq olib kelganman, tovuq go'shtini tovuq pishiramiz. Enam mamutda lichanga qilyapmiz bularga. Ayna. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Zerikmadingizmi? Endi nima qiladi, zeriksama. Endi ishga bormasam bo'lmaydi-da. Ha, Ishga bormasam bo'lmaydi-da. amalla zerikmanmi? Tuzuk. Xullas, yaxshilar shu. Patimchoq ko'chatni olib keldingizmi? Ha, kecha olib keluvdim. Ayongiz qayerga ekibdi? O, narigi tarafga. Ama Shunaqa. Shular bilan hozircha bo'lishdim. Sodda hayot kanalini kuzatib boringlar, yaxshilar. Monetizatsiya istaganlar, ya'ni YouTubedan pul topish xohlaganlar murojaat qilinglar, raqam qoldiraman. Так что biz sodda hayotimizni yashashga davom etyapmiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Deb tugatmoqchi edim videoni, lekin manba ovqat sizlarga ko'rsatmasam. Bo'lmasdi, qo'lim kuydi. Mana. Buni qaranglar, bugun ataylab o'zim istab tovuq oyoqchalaridan olib keldim. Tagoyloqidek karichi. Voy onajon degan joyi bo'pti-ku. Ena! Ovqat pishdi.
Yoqdi meni. Tuzi yaxshimi? Mana endi videoni tugatsak bo'ladi yaxshilar. Obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. Seriyalarni davom bo'lishini xohlasanglar, shu orqali bizani qo'llab-quvvatlaylar. Sodda hayot kanalini keyingi qismlarida ko'rishguncha salomat bo'linglar.